Bir oy bo'ldi radomga ishga kirganimga. Hozir rassalim, hozir yordam berib boraman. Juda ham ish ko'p. O'zim ishimni yaxshi ko'raman. Ayniqsa bolajonlarni chavada bilan tug'ilishida sababchi bo'lib qolamiz. Hozir. Aqirma, bitta san tug'yapsanmi? Boshqalarni ham dardini qochirib. 3 oy bo'ldi radomda ishlayotganimga. Valakida va pishe jonimga tep ketdi. Har yili tug'adi. Past hammasi. 5000 tali, 2000 tali beradi. Uchi, bo'ldi hozir hali bir tug'maysan. Bo'l kuchanimdan ko'rasiz. 1 yil bo'ldi radomda ishlayotganimga. 8-palatadagiga qarab qo'ylaring shashlik olib kelish kerak edi bizga. Bo'l, davay, men tezroq ketishim kerak. Bugun korporativ bor. Nafisa, klizma qiborlaring. Dadasini yomon desang dod qilar. Chechanida bobosini mot qilar. Toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola, shakar bola. 5 yil bo'ldi radomda ishlayotganimga. O'g'il tug'ilmadi, qiz tug'ildi. Lekin o'g'il deb chiqarib olmasa, suyunchisi kattaroq. Marhamat.